Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatlar zo'rmi? Xonadonlar hamma joy tinchmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Ha, mayli. Mayli, apangni olib ketding. Apangni olib ketding boshqa. Nima qilib bilding? Nimaga erishmoqchisanlar? Yana aytaman. O'ynamanglar. Ha, mayli. Oqqan daryo oqmay qolmas. Bir kuni to'xtab qolganda ham. Barvaqt daryo. Javob bersangiz bo'ldi. Sen iminni sen meni ko'rib turgan bo'lsang yo bir eshitsang, men nomerim o'sha nomerdaman. WhatsApp, Telegram hamma narsam ishlayapti. Sen qo'lingdan telefon olgan taqdirlarga ham men efir qilib tashlab, mana shuni efirga chiqarib video qilib turaman. Yo YouTube bir nimadan ko'rib qolasan. Faqat o'zingni ehtiyot qil, tamom. Qolgan ishing bo'lmasin. Sen ishonsang, masalan, Liboy juda chiqib ketaman. Liboy sharoit qilib olib ketib bilaman. Faqat ishonch. Tamam. Ishon, tamam, hamma narsa zo'r bo'ladi. O'lan qarshilik qiladimi, o'tang qiladimi, aka, uka, og'ayning kimingdan qat'iy nazar, sen ishonsang, men seni polibon olib chiqib ketaman, xohlagan joyingga. Xohlagan vaziyatdami, o'g'lab olib chiqib ketaman. Faqat ishon, tamam. Men o'zim ishim ham normal, yomon emas. Xudoga qadar shukr. Shu uchun salgina sabr qil, yaxshi bo'lib ketadi. Xavotir olma, men zo'rman. Efirchalarni davom ettirib, YouTube kanallarga joylab borib turaman. Sen ukang ham ko'rishi mumkin, ikkita ukang ham, akalaring ham hammasi ko'rishi mumkin, og'aynilaring ko'rishi mumkin. Atak chekinmaymiz. Dars davom etamiz. Dars davom etaman, dars davom ettirib ham ketaman. Faqat ishon, tamam. O'zingni ehtiyot qil. Telefon masalasida bo'lgan bo'lsa, o'sha nomerdaman. Eski nomerimdaman. Men nomer almashtirmayman. Telefon qil. Shunaqa gaplar. Faqat zerikma. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'rga olingan, olg'a. Tamam. Ishon, polibon olib chiqib ketaman. Liboy sharoit vaziyatdan polibon olib chiqib ketaman. Faqat ishon. Tamam. O'zingni ehtiyot qil. O'zingni ehtiyot qil-da. Yur sekin.